Ushbu videoda siz qanaqa qilib turib konsaltingda 1,5-2 ming dollar ko'rsatadigan xizmatni tekinga, hattoki hech qanaqa resurslarsiz, notebooksiz ham uyingizdan turib telefoningizdan Amerikani top universitetlariga topshirishni o'rganib olasiz. Bu video o'zi kimlar uchun, kimlar ko'rsa foydali bo'ladi deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz kerak. Bu birinchi navbatda maktab o'quvchilari uchun juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni hozirgi maktabning yuqori sinfida o'qiydigan 8-10 sinf o'quvchilari Amerikani top universitetlariga topshirishni orzu qilib turgan o'quvchilar uchun juda ham mos video bo'ladi. Ikkinchidan bu video ota-onalar, ya'ni xuddi o'sha o'quvchilarning ota-onalari, ya'ni farzandim Amerikani top universitetida o'qisin, o'z kuchi bilan 100% gacha grant yutsin deydigan ota-onalar uchun juda ham to'g'ri video bo'ladi. Uchinchidan bu video kimlar uchun foydali bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bu hozirda davlat universiteti talabalari, ya'ni o'qishini transfer qilishni xohlagan yoki o'qishimni bitirib turib magistratura bosqichida chet elning top universitetlarida o'qiyman deydigan talabalar uchun juda ham to'g'ri video bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan nimalarni gaplashamiz? Давайте shularni ham ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan birinchidan konsalting firmalari o'zi qanaqa ishlaydi, qanaqa xizmat ko'rsatishi uchun sizlardan 1,5 ming dollargacha pul oladi, shularni aniq ko'rib chiqamiz. Ikkinchidan, sizlar konsalting firmalari bilan ishlasanglar ham, ishlamasanglar ham o'zi qanaqa hujjatlar talab qilinadi, o'zi bu narsa uchun qanaqadir third party, ya'ni uchinchi tomonlar bilan ishlash kerakmi yoki yo'qmi? Masalan, notariusdan tarjima qildirish kerakmi baholaringiz yoki u shart emasmi, shularni ham gaplashib chiqamiz. Uchinchidan, mana shu hamma protsess qanaqa platformalarda bo'ladi, o'zi qanaqa yo'llari bor o'qishga topshirishni, shularni hammasini batafsil sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Va oxirgi to'rtinchi ko'rib chiqadigan narsamiz o'zi universitetlarning deadline'lari, ya'ni universitetga topshirishda bir necha deadline'lar bor, ya'ni hamma topshirish sayklllari turli xil sanalarda bo'ladi. To'xtalib o'tamiz va ularning farqlarini sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. O'zi men kimman va meni nima uchun ishlashingiz kerak degan savol sizlarda tug'ilishi mumkin. Davay bu haqida ham ozroq gaplashamiz. Mana o'zim Kanadaning birinchi raqamli universitetida dunyoni top 21-o'rinda turadigan University of Toronto talabasiman va bu universitetda 100% grant bilan o'qib, hozir 2-kursni tugatdim. Bundan tashqari qariyb oxirgi 2 yil ichida juda ham ko'p talabalarni dunyoning top universitetlariga kirishiga yordam berdim. Bular xususiy maktab o'quvchilari, undan tashqaridan meni tanigan, o'zimni tanishlarimning farzandlariga, undan tashqari o'zimning do'stlarimning ukalari, singillariga top universitetlarga kirishida o'zim yordam berdim. Ularning butun protsess davomida ustozlik qilib bordim. Bundan tashqari o'sha 2 yil davomida o'quvchilarimiz bilan birgalikda 15 million dollarga yaqin summada biz 100% gacha bo'lgan grantlarni yutdik. Bu qisman beradigan 50 ming, 60 ming dollarlik qisqa grantlardan tashqari 100% gacha bo'lgan grantlarimizning umumiy summasi 15 million dollarga yaqin bo'ldi. Va bu oxirgi 2 yilda qilgan natijalarimiz hisoblanadi va har yili kamida 5 barobar o'sish bizda kuzatilyapti. Ushbu faoliyatimiz davomida 60 dan ortiq o'quvchilarni dunyoning top 100 taligidagi o'qishlariga kirishiga va u yoqda 100% gacha bo'lgan grantlarni yutishida o'zimiz birgalikda yordam berdik. Va o'quvchilarimizning qilgan natijalarini ba'zilarini ushbu slaydimizga qo'shdik, ularni ko'rishingiz mumkin. Masalan, Husniddin Qironov Colby kollejiga 378 ming dollar miqdorida grant yutgan va Amerikada hozir o'qishga ketyapti. Bundan tashqari o'quvchimiz Abdulaziz Amerikaning Gettysburg kollejiga 276 ming dollar miqdorida grant yutdi, o'zini vizasini biz bilan birgalikda ishlab turib qo'lga kiritdi va hozir 1-kursni tamomladi. Bundan tashqari Abdusalim o'quvchimiz o'tgan yili Jikunshan universitetiga 290 ming dollar grant yutgan va bu yil ham Behroz o'quvchimiz xuddi o'sha universitetga grant yutdi va undan tashqari Eliot Umidi stipendiyasini ham qo'shimchasiga qo'lga kiritdi. Bunaqa o'quvchilarimizning natijalarini o'zingiz o'qib olsangiz bo'ladi. Ulug'bek, Imona, Oybek, Najmiddin, Maftuna va Javohir kabi o'quvchilarimiz dunyoning top universitetlariga kirishdi va o'zlarining grantlarini yutishdi. Va hozirda ushbu davlatlarda o'qib kelishyapti. Endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, konsaltingning o'zi qanaqa ishlaydi? Davay shuni ko'rib chiqamiz. Konsaltinglar sizdan 1,5 ming dollargacha pul olishadi va o'zlari 2 xil yo'l bilan universitetga topshirishadi. Birinchisi bu universitetda o'zining veb-sayti bilan, ya'ni kirib turib, butun application protsessini universitet veb-saytining o'zidan qilishadi. Kerak bo'lgan hujjatlarni veb-saytdan yuklashadi, email orqali jo'natishlari mumkin. Ikkinchi eng ommabop usullardan biri bu Common App platformasi orqali topshirishadi. Ya'ni bu platformada siz 20 tagacha bo'lgan universitetga bepul topshira olasiz. Hattoki ba'zi bir konsaltinglar men o'zim eshitganman, 4 yoki 5 universitetga topshirishadi va undan keyin sizdan 50 dollardan 150 dollargacha pul so'rashi mumkin har bitta qo'shimcha topshirib bergan universitet uchun. Aslida bularning hammasi tekinga bo'ladigan protsess. Deyarli hech qaysi universitetga pul to'lashning hojati bo'lmaydi. Ikkinchi eng muhim narsa bu CSS profile. Ya'ni bu o'zi nima? CSS profile ya'ni bizga grant beradigan, ya'ni financial aid beradigan forma hisoblanadi. Ya'ni bu platformaga kiramiz, biz u yoqda hamma oilamiz haqidagi informatsiyalarni kiritamiz. Uyimizdagilarning yillik daromadi qancha, xarajatlari qancha, nimalarga xarajat qiladi, maktab to'lovlari bormi, bularning hammasini kiritishadi va shu ma'lumotlarga asoslanib turib universitet bizga ma'lum bir miqdorda financial aid, ya'ni O'zbekistonda grant deb mashhur bo'lgan so'z, ya'ni financial aidni bizga berishadi.
Uchinchi eng oxirgi protsess bu universitetdan qabul xatini olganingizdan keyin siz yana bitta hujjatni universitetdan so'raysiz. Bu I-20 formasi. Bu formada siz elchixonaga kirishingiz uchun kerak bo'ladigan hamma informatsiya bo'lgan, universitet haqida olgan grantingiz haqida hamma ma'lumot bo'lgan to'liq hujjat hisoblanadi. Bundan keyin siz elchixonadan appointment olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha DS-160 formasi to'ldirasiz, kerakli bo'lgan to'lovlari bo'ladi. Bularni hammasini to'ldirib, keyin vizadan appointment olsangiz bo'ladi. O'z universitetlarga o'zingiz topshirishingiz ham, konsalting bilan ishlasangiz ham qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? Davay bularni ham birgalikda gaplashib chiqamiz. O'zi eng asosiy hujjatlardan biri bu sizni maktab baholaringiz, ya'ni transkript deyiladi. Ya'ni oxirgi 4 yil davomida maktabdan olgan baholaringiz. Buni ko'pchilik perevod qilishadi, ya'ni notariuslarga borib turib tarjima qiladi. Buni o'rniga siz hatto o'zingiz perevod qilib turib yasasangiz ham bo'ladi. Ya'ni haqiqiy transkriptingizni qo'yib turib, yonidan o'zingiz ingliz tiliga tarjima qilib turib, Excelda, Wordda qilib turib yasasangiz bo'ladi. Ba'zi bir universitetlar bo'ladi, buni notariusdan tarjima qildirishni so'raydi va buni ham o'ylayman narxi unchalik qimmat emas, 150-200 ming atrofida bo'ladi. Va agar siz maktabni bitirgan bo'ladigan bo'lsangiz, undan tashqari attestatingiz kerak bo'ladi, ya'ni Certificate of Graduation deyishadi, ya'ni maktab 11-sinf oxirida beradigan sizning hamma fanlaringiz bo'lgan attestat hisoblanadi. Ikkinchi eng muhim narsalardan bittasi bu sertifikatlar, ya'ni til bilishingiz haqidagi sertifikatlar, SAT sertifikati bo'lishi mumkin yoki AP sertifikatlari bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarni universitetlar so'raydi. Til bilishingiz uchun turli xil variantlar bor. Hozir IELTS bo'lishi mumkin, Duolingo, TOEFL. Buni variantlari juda ham ko'p, o'zingizga mos bo'lgan, narxi to'g'ri kelgan, o'zingiz tayyorlanganda siz topshirib, ballingizni turli yo'llar bilan topshirishingiz bo'ladi. Lekin asosan ko'pchilik universitetlar topshirgan platformani o'zidan jo'natib berishingizni so'raydi. Bu IELTS bo'ladigan bo'lsa, British Council yoki IDP tomonidan, TOEFL bo'ladigan bo'lsa, o'zining platformasini topshirishingiz bo'ladi. Bundan tashqari hammaga mashhur SAT sertifikati bor, ya'ni buni qanaqa topshirishimiz kerak, kerakmi yo'q degan savol bo'lishi mumkin. 2020-yil karantindan keyin juda ham ko'p universitetlar SAT optional variantiga o'tishdi, ya'ni sizdan SAT so'rashmaydi. Agarda SATingiz bo'lmaydigan bo'lsa yoki ballingiz juda ham past bo'ladigan bo'lsa, SATni jo'natishingiz umuman shart emas. Faqatgina sanoqli Amerikaning top universitetlari sizdan hozir SAT so'rashadi. Agarda ularga topshirish niyatingiz bo'lmasa, siz SAT topshirishingiz ham, jo'natishingiz ham shart emas. Keyingi eng muhim narsalardan biri portfolio, ya'ni bizda juda ham mashhur bo'lgan so'z portfolio. O'zi nima? Bunga asosan honors va extracurricular activity'lar kiradi, ya'ni siz maktabdan tashqari qilgan yutuqlaringiz bo'lishi mumkin, har xil sertifikatlar, balandchillikda olgan sertifikatlaringiz bo'lishi mumkin, olimpiadalarda qatnashgan bo'lishingiz mumkin, xalqaro konferensiyalarda bularni hammasini honors sectioniga qo'shasiz. Bundan tashqari extracurricular activity'lar bor, ya'ni bu maktabdan tashqari qilgan mashg'ulotlaringiz. Bu yerda nimalar qilasiz? Ya'ni maktabdan tashqari har xil faoliyatlar yuritgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni klublarga a'zo bo'lgan bo'lishingiz mumkin, har xil, ya'ni kitobxonlik klubi bo'lishi mumkin, debat klubi bo'lishi mumkin. Shularga qatnashganingiz haqida yozasiz. Yoki o'zingizni qanaqadir shaxsiy loyihangiz bo'ladigan bo'lsa, uni ham yozsangiz bo'ladi bu yerda. Ya'ni maktab davomida yoki maktabdan tashqari qanaqadir faoliyat yuritgan bo'lsangiz, ya'ni o'qishdan tashqari qo'shimcha nimadir qilgan bo'lsangiz, buni hammasini extracurricular sectionida yozsangiz bo'ladi. Va bu bilan birgalikda universitetlar turli xil essaylar so'rashadi, ya'ni eng asosiysi Common App'dagi personal statement, ya'ni o'zingiz haqingizdagi insho bo'ladi. Bu 650 ta so'zdan iborat, turli xil mavzulari bo'ladi. Bunda o'zingizga to'g'ri kelgan mavzuni tanlab turib yoki agar yozib bo'lgan bo'lsangiz allaqachon siz mavzuni keyin ham tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni sizdagi hikoya qaysi biriga mos keladigan bo'lsa, o'shani tanlab qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Hattoki o'sha qo'shimcha sectionni tanlab turib o'zingiz nom berishingiz ham bo'ladi o'zingizning inshoingiz uchun. Oxirgi kerak bo'ladigan narsalar boya gaplashgan moliyaviy hujjatlarimiz, ya'ni xalqaro studentlar uchun CSS profile to'ldiriladi, ya'ni o'sha moliyaviy hujjatlaringiz, oilangiz qancha daromad qilishi, boya gaplashgan narsalarimizni o'sha CSS profile, ya'ni moliyaviy hujjatlar qiladigan sectionda qilasiz. Bularni hammasi sizga grant yutishingizga, financial aid olishingizga yordam beradi. Boya aytganimizdek, Amerikaga topshirish faqat bir dona yo'l emas, juda ham ko'p variantlari bor. Ya'ni bularda o'sha hozir gaplashganimiz Common App orqali, universitetning o'zining veb-sayti orqali, yana ko'pchilik bilmaydigan 3-platforma ham bor, ya'ni bu Square platformasi bo'lib turib, bu yerdan ham o'zingiz xohlagancha universitetga tekinga topshirishingiz bo'ladi. Bunda ham ko'p narsalar Common Appga o'xshaydi. Shunchaki bu platformadan foydalanish orqali boya gaplashgan 20 ta limitimizdan yana ham ko'proq 30 ta yoki 40 tagacha bo'lgan universitetga topshirishingiz bo'ladi. Va endi gaplashadigan narsamiz deadline'lar. Boya aytdik, Amerikaga topshirishda turli xil deadline'lar bor, ya'ni early decision, restrictive early decision bor, regular decision bor, turli xil yo'llari bor. Mana slaydda ko'rishingiz mumkin. ED1 va ED2 bu ya'ni early decision 1 va 2. Bularning ikkalasi turli xil sanalarda bo'ladi, ya'ni birinchisi asosan 1-noyabr, 15-noyabr o'rtasida bo'ladi. Asosan ko'p universitetlar bu o'sha early decisionda siz nima qilasiz? O'sha 1-15-noyabr o'rtasida ko'pchilik universitet sizdan hujjat topshirishni so'rashadi, ya'ni Common App'dan jo'natadigan bo'lsangiz, o'sha sana o'rtasida topshirib bo'lgan bo'lishingiz kerak.
Ya'ni bu qabul davomida siz qabul qilinadigan bo'lsangiz, siz tanlagan universitetga siz borishga majbursiz. Ya'ni boshqa universitetlarga topshiraman, xohlaganimga boraman degan narsa bo'lmaydi. Bu yerga asosan ko'pchilik o'zlari orzu qilgan, borishni xohlagan top universitet belgilanadi. Ya'ni agar bu universitetga qabul qilinsa, men bu universitetga aniq boraman, ya'ni boshqa variantlarni ko'rmayman degan narsa bo'ladi. Meni o'zimda bu Cornell universiteti bo'lgan, ko'pchilikda New York universiteti bo'lishi mumkin yoki boshqa top universitetlar bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa early decision'ning ikkinchi varianti ham bor. Ya'ni bu odatiy qabul davomida, ya'ni 1-yanvardan 15-yanvargacha bo'ladi. Bu yerda ham qabul kech bo'lishiga qaramasdan, bu tanlagan universitetingizga qabul qilinsangiz, bu yerga ham borishga majbur bo'lasiz. Bu ikkita qabulga universitet tanlanadi va kiradigan bo'lsangiz, bu yerga borishga majbur bo'lib qolasiz. Hali gaplashgan early decision, ya'ni erta qabulimizga o'xshagan yana bitta qabul turi bu restrictive early action hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ham siz bir dona universitet tanlaysiz. Yana eslatib o'taman, early decision da ham bir dona universitet tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni 3-4 universitetga bunaqa qilib turib topshira olmaysiz. Faqat bir dona universitetga restrictive early action'da ham xuddi shunaqa bir dona universitetga topshirsangiz bo'ladi. Lekin buni early decision'dan farqi nimada deydigan bo'lsangiz, bu yerda binding yo'q. Ya'ni siz qabul qilinadigan bo'lsangiz, bu yerda universitetga borishga majbur emassiz. Bu shunchaki sizni erta tanlovlaringizdan biri hisoblanadi, bo'ldi. Yana o'sha erta qabullarimizdan yana biri bu early action hisoblanadi. Bu yerda hech qanaqa binding varianti yo'q. Qabul qilinsangiz borishingiz shart emas. Istagan universitetga topshirasiz, bir dona emas, odatda 5 dan 10 tagacha topshirish maslahat beriladi va bu qabulni ham deadline o'rtacha 1-noyabrdan 31-noyabrgacha bo'ladi. Universitetga qarab turib bu narsa o'zgaradi. Bundan tashqari regular decision ham bor. Bu oddiy qabul degani. Bunda deadline'lar odatda 1-yanvardan 15-yanvargacha tugaydi. Bunda hech qanday binding option bo'lmaydi. Ya'ni siz bu qabul davomida universitetga qabul qilinsangiz, siz universitetga borishga majbur emassiz. Istaganingizcha o'zingizni tanlovingizni qilasiz va eng oxirgisi rolling admission hisoblanadi va bu yerda hech qanaqa deadline'lar bo'lmaydi. Odatda universitetlar 15-iyun va iyulning oxirigacha hattoki qabul qiladi hujjatlarni. Bu yerda siz istalgan universitetga topshirishingiz mumkin. Odatda bu turdagi deadline'larni ishlatadigan universitetlar reytingi anchagina past bo'ladi va konsaltinglar tomonidan juda ham